Yangidan olsang Ko'zim juda bular qarashini qara. Annesini borib, annesini sen tatisi. oyim ishkal bermayapsan, unda qara. Shu tam tiqib ketish kerak qizlarini shu tam. Ko'zim temla qarab qo'yib hamma narsa daftarga yozilgan. Aladin Snickers borgan qo'rqib yedim. Hech narsa qilmaydi. Niyatiz toshib ketmasin. Hech narsa qilmaydi. Qo'shma qildirdim, qilib. Asalma. Asalarim gapiringlar. Bizdan kim ekan bo'yatib qo'yarkan. Sochim chiroylimi? Asalarim gapiringlar, meni maqtab tashinglar. Qoshingiz nechta? Qo'shib bezga demoqchi. Kakusa. Oy, mana ishkalatdan chiqqan qizim, ishkalatdan chiqqan. Kulishini qilib ishkalatdan chiqqan qizim mana. Qoshingizni bilmadim. Rahmat. Ishkalatni yuvdi. Ishkalatdan chiqib qoldi mana kuzim. Oy, kulguchilaringiz o'zim qolayda sizga onam kuzim mana. Qanday siz bilan gaplashib bo'ladigan biograf ish bo'yicha? Senga qarasam. Bilmayman. Yomon qarashim senga lekin. Nima qilasiz chekkin. O'qishga majbur qilsan. Mayli, mastursaman. Qani ham primoyga olib chiqing bitta bola. Mana eng kenja toyim deb. Basharasini ko'rsatma. Ko'zim. Pompi, ko'zim mana. Ko'zim. Yomg'ir ko'zim mana. Birinchi marta ko'targanman bolam. Yomg'ir ko'zim mana. Pompi ko'zim mana. Asasik. Siz ketadi. Siz nima qilsiz? Ha, turchgan nafas shu. Yo'qmi? Ha, ochib, yopib yuraveringlar. Yo'q. Ko'zim. O'tasizmi? Ha, o'tib Ko'zim. O'ting. Archang bestimanda o'tdilar, sho'ring qilib. Qorningizni yana ham ochib olsangiz yaxshi bo'lar ekan. Albatta, birodarlarim. Soch sug'im mana. O'zi primoy qisma faqat, bolam qisma. Qism qisma faqat. O'zi primoy qilmoqchi emas edim. Chunki men вообще vaqtim yo'q. Keyin просто bo'ldi, primoy qiling degan. Nechinchi yilsiz? 98. Voy. Pechatga qani qizim? Afsungar jodugarlik bo'lmasa kerak. Qo'yjam. O'zingizni qizingizmi? Sochingiz tabiiymi? Fol ochib beraymi? Pompiska mana. Surunim mana. Pechatkalarini yechib oldi. Aytib bo'lmaydi. To'g'rimda qilib o'tiring, bundoq qilib. Ko'zim. Hamma fikri buzuq. Sassiqchalar shodda-ku. Endi o'qiyman ekan. Cho'llab ketganlar. Pipet. Ishonmasdim, O'zbekistonning bolalari shunaqa deb.
deyishgandi, ну. Серьезно. Hamma izlashingiz. Da, 100%. Bilaman, juxunusiz. Meva bilan nima durdingiz? Mana shuni oldim. Endi bolani olaman qilib ketdim. Bolam yechyapti. Ha, ikkalasini ham yechib oldi. Bo'ladi basharasini. O'shaning uchun tezroq keling dedim. Nima? To'xtang, men ushlayman shu. Yurmoqmas basharasini. Yurmaydi. Mana qo'lini taqib qo'y, qo'lini o'chirganini qara. Yurib taqma. Qo'rqib ketaman. Yurib oladi. Vohima qizim, vohima. Kiring. Bitasizmi? Mamatlar yig'ishtiraman. Yig'ishtirib olasan. Hali siz yig'ishtirib oling. Mana bittachi. Endi o'tib ket. Yig'ishtirgan chiqaman. Menimcha, ojo kiyinib olgan ayollarni barchasi fohisha yoki buzuq emas-ku deyman. Agar shunaqa bo'lganda, dunyodagi 90% yo'q. Mayli, unaqa ko'paytirib bormayman. 80%, 70% ayollar hammasi fohisha bo'lardi. Dunyoda yaxshi ayollar qolmasdi. Bilmadim, O'zbekistonda menimcha O'rta Osiyoda shunaqa fikrlaydi. Yo'q, O'rta Osiyoda emas уже. O'zbekistonda odamlar fikrlaydi, то, что ozgina ochiq kiyinadi, ozgina likillaydi, и u fohisha. Fohisha. Man целый день mana o'qishda bo'laman. Uyga qaytaman, bolaga qarayman. Syomka bo'lsa syomka yoki salonga yoki yana o'qishim bor. Repetitorım o'tga ketaman. Fohishaligiga qachon ulguraman? Mana bitpichiklarim biladi. Mammas lekin bitpichiklarim biladi qachon fohishalik qilishimni. Qozoq qizmisiz yo'q, o'zbekman. Yo'q, ej, fohisha emassiz. Men o'zim fohisha demayman, menimcha katta. Bilmayman, endi Xudo bergan basharada nima qilaysiz? Spodnida o'qib turaman. Motivator fohisha. Azizjon Qurbonov. So'kardim. 18 kirmaganman deyali. Mayli. Sizga o'xshaganlar mendan son mingta. 2 yildan keyin K5 olasiz, 19 yoshingizda inshaalloh undan ham zo'rini oling. Modellikka taklif qilishganmi? Barcha qilishgan. Ota-onangizga bu ekan-da, bo'lmasa ochiq kiyindirib yurganingizda. Unaqa ochiq kiyinib yurganingizga. Mana ota-onam bilan ham, o'zim bilan ham nimadir fikr bildirsanglar ham hech nima o'zgarib qolmaydi. Senchka hijobga kirdisan kirib qolarsiz. Inshaalloh. Qachon K5 olamiz? Bilmayman, mana uyim yo'qorsam ekan, ammo K5 olaman deb. Uy yonib ketish kerakmi? Siz 99-yil edingiz-ku, qanday 18 ga to'lmagansiz? Qanday bunday? Ana aytadi, aldaysan Sardor. Nega aldaysan meni? O'ynab bering. Hozir o'ynab o'zi postam istoriya ham qo'ydi. Qornim og'rib ketdi. Manda yongan uy bor. Puli 50 bo'ladimi? Bo'lmaydi. Hech narsani никогда 50 qilmayman.
Yo meniki, yo uniki. Do'zaxiy. Mashallah. 115 ta jannatga o'tiribdi. Siz ham jannatiysiz, birodarim. Pam pam. Mamatga zaпрос savoli ham tushar ekan, so'roqcha. Mana lishkamga qarab yuboring, assalom. Asalis qarab bera, jannatga til tekkizma, hayf senga. Ey pokiza deydi-ku o'sha gap sizga. Umringizda gunoh qilmagansiz siz. Hamma nomidan gapirmang, kim qayerga borishini siz hal qilmaysiz. Men hech qanday ishni men hal qilmayman. Mana hal qilib o'tirishibdi. Bittasi do'zaxiy dotdi. Bittasi nima deyapti? Xudo bilan kim qayerga tushadi? Ertaga Instagramdan yo'q qolishi mumkin, hijob berib. Ertaga o'lib qolishingiz mumkin. Ko'p yemang, semirib ketasiz. Semirsam yoqmayman sizlarga. Shayton urg'ochisi bo'lib hammani zino qilishga chorlayapsan. Sen ularga qo'shilma, iltimos. Sen nima qilasan hozbotga kirib aqllilik qilib? 119 ta odam o'tibdi misol uchun. Sen aytasan ikkitasi chiqib ketishi mumkin. Bu gaping kirib. Yoshingiz nechida? To'g'risini aytayman, yoshim 17 da. Shunaqa izdiylar odamlar. O'zi har safar primo qilsam faqat yoshim bilan millatimni so'rashadi. Yaxshimisiz? Mahallangizga tushaman, gul bilan chiqasizmi? Gul bilan chiqasizmi deysizmi? Men gul bilan chiqishim kerak. Aktivist tushib ketsa-chi. Agar men aktiv uchun anaqa qilayotgan bo'lganimda, davno menga ko'p katta anaqalar yozdi, blogerlar yoki katta odamlar yozdi, to'shta birga video qilaylik deb. Davno ko'tarib ketgan bo'lardim, nega halaga. Bilaman, to'shta bitta qo'shtirnoq ichidagi odam kiradi, men Instagramimni o'chiraman. Oxirgacha bormayman deb baba. O'shaning uchun Instagramimni ko'tarish uchun targetga nimadir reklamalarga yoki qaysidir blogerlarga qo'shilmayman. Mayli, men o'zidan domlani yoqyapsan deb o'ylayapsan. Domlani yoqmayapsiz, birodarim. To'g'ri aytyapsiz, gaplaringiz to'g'ri. Balki men do'zaxiydirman, lekin bu gapingizni hozir foydasi yo'q, iltimos. Bir tili foydasi yo'q. Odamlar gapiraveradi, e'tibor qilmang. Edit uchun o'ynab bering. Qo'sh tirnoqga sig'adimi u odam? Bilmayman endi qanaqa odam peshonamga yozilgan. Bilakamda 97 ta yo 99 da sizni realni 17 yosh. 98 desam, 9-ga o'xshaysizlar deysizlar. O'xshaysiz deysizlar. 17 yoshman desam, 98 o'xshaysizlar deysizlar. Men kasalmi yo sizlar kasalmi? Siz qarakolpa shkamsiz yoki o'zda shkamsiz. Qaysi tilda gapiraman? O'shaman. Vaqtincha hammasi deng. Albatta. O'stamam ko'tarilgim kelganda, davno ko'tarilib ketardim.
Ana shunqorlar bor-ku. O'shalarga qo'shilib.